O'zbeklarni kimlardir sart deydi. Sart deb. Tarixga murojaat qiladigan bo'lsak, o'zbeklarning nomi hech qachon sart bo'lmagan ekan. Buni bitta isboti bor. Hazrati Alisher Navoiyning Muhokamat ul Lug'atayn asari bor. Tilshunoslikka oid bo'lgan asar. Ikki til muhokamasi. Turkiy til va farsiy tilni bir-biriga qiyoslab o'rganib, turkiy tilning ustunligini ko'rsatib beruvchi asar. Mana shu asarda sart atamasini forsiylarga nisbatan ishlatadi. Agar o'zbeklar sart bo'lganda edi, Navoiy turkiylarning yana bir nomi sart deb aytgan bo'lar edi. Demak, sart o'zbeklarning nomi emas. Isbot Mir Alisher Navoiy.